qolamiz. Kunlarning birida Hazrati Umar radhiyallohu anhu bozorga borib, bir badaviy arabdan ot sotib oldi. Hazrati Umar o'sha badaviyga so'ragan pulini berib, otni olib qo'l qoqdi. Hazrati Umar otga minib ozroq yurishi bilan otning oyog'ida oqsashni payqadi. Ya'ni otning aybi bor. U kishi darhol ortiga qaytib kelib, boyaga odamni chaqirib, otingni qaytarib ol qurib ketgur. Buni aybi bor ekan-ku dedi. Badaviy esa buni rad qilib, otni qaytib olishdan bosh tortdi. Hazrati Umar o'sha paytda davlat rahbari. Badaviyni yoqasidan olishga yaqin bo'lib, otni aybi bor, uni qaytarib ol deb qattiq siltadi. Badaviy ham mahkam turib, ey mo'minlar amiri, siz otni olganingizda va men uni sizga sotganimda ot sog'lom edi, qaytib olmayman dedi. Qarasa ish kattalashib ketadigan. Shunda Hazrati Umar unga, o'zing bu ishimizni hal qilish uchun bir hakamni tanla. Borib unga ishni arz qilamiz va nima hukm qilsa roziman dedi. Badaviy bu gapga xo'p dedi.